Mer, sen bu bahslashda yut qilasan, men yutaman 100% o'ynash kerak emas уже. Kapot ko'ramiz ekan kim ichida. Hozir obunachilar bilan salomlashib olaylik, keyin boshlasang ham bo'ladi. Hammaga salom do'stlar, men otim Kapot. Yangi joyimga xush kelibsizlar. Do'stlar, mana qaranglar, hozir men yerda qilib turgan qishloqlar hammasi menga ishonyapti yutishimga. Bitta dona mer ishonmayapti men yutishimga. U bilan bahslashdik, spor o'ynadik. U aytayotdiki, sen 1 soat ichida bitta stak almas topolmaysan deyapti. Ya'ni 64 almas topolmaysan deyapti. Men aytaman, bu juda ham oson deyapman. Mana ishda hozir qazib men topishim kerak o'sha bitta stak almasni. Topolmasam yomon bo'ladi. Lekin topsam ham yer menga qoladi, hamma yer. Qolgan narsamni xursand bo'ladi shu yoqqa do'stlar. Bo'lmasam boshlaymiz. Bo'ldimi? Boshlaymiz. Agar yutsam ham yer mengami? Ha, Kapot, yutsang shu yer senga 1 soat ichida 64 almas topsan. Bo'ldi, bo'lmasam vaqt aylagan boshlaymiz. Davay bo'pti Kapot. 1 2 3 davay Kapot. Sana 60 daqiqaga ketdi 1 soat. Bo'ldi, davay ketdi. Bo'lmasam qaziymiz. Davay. Anaqa kattaroq joy qilib qo'yamiz do'stlar. Ichini mumkin va kattaroq joy qilib qo'ymasan. Nimaga uzun chuqur qilmayapsan deb. Nimaga chuqur qilaman do'stlar? Unaqa qiyinroq bo'ladi topish. Anaqa qilsa zo'rroq bo'ladi topish, yaxshiroq bo'ladi topish. Hamnaqa kichkinalab ketaman. O'zim hamnaqa zinalar qo'yib chiqaman. Qaranglar, men zina qo'yib chiqaman. Juda ham zo'r chiqadi. Kapot, devna qolsa, bunaqa mayli Kapot, mayli qoidalar aytilmagan edi bu. Ha, to'g'ri, qoidalar aytilmagan edi. Qanaqa qilib men qaziyman deb. Juda ham zo'r yo'l. Agar almazogili kelsa, menga o'xshab shunaqa kattaroq joy qilib, mana shu qizlarga qilib quringlar do'stlar. O, yaxshi, men bitta shaxta ham topib oldim. Shaxta? Nima? Nima tushunmadim. Kim bu? Ha, bo'ldi, endi tushundim. Ha, mer, mana masxara qilmoqchi bo'ldingmi? Mana gigantskiy qishloq qo'yib, nima deding? Kapot gigantskiy qishloq deysanmi? Nima deyapsan o'zi? Ha, nima, sen emasmi? Bu yoqqa hozir ko'rasan, men buni qaragan, mer, sen qo'ygansan u meni yutqizishga atilabdan shuni qilgansan o'zi baxshilash, atilabdan qilgansan qishloqqa. Men buni qaragan, bu yoqqa ko'rasan. Men buni qaragan gigantskiy qishloq turibdi mana yerda bu yoqqa kelgan. Kapot rostdan ham turibdi, lekin rostdan jiddiy aytaman, bu nima qilganim yo'q Kapot. Nima sen qilmading, bo'lmasa kim qilgan bo'ladi buni? Tushunmadim, qishloqqa kim qilgan bo'lmasam buni? Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Kapot bilmadim, bo'lmasa nima qilish kerak? Qanaqa gigantskiy qishloq paydo bo'lib qolgan. Men o'shanga hayronman deb, mer nima qilamiz bo'lmasa majlisda qoldiramiz buni. Yo'q, uni qoldirish kerak emas. Yo'qlayapti. Bu qanchadan beri qolayotgan ekan? Qanchadan beri bo'pti? Oldin buni qazmaganmiz ham, ko'rmaganmiz ham buni. Ko'rmaganmiz rostdan ham buni. Mer qanaqa qilib o'tib paydo bo'lib qolishi mumkin? Nima qilamiz endi buni? Hozir to'xtab turinglarchi. Do'stlar, men buni qaranglar. Men tagidan gigantskiy qishloq topib olgan bahslashayotganda, mana hozir o'rtog'im bor edi, o'rtog'imning telefon qoli va eskalator bor edi, o'rtog'imda eskalator o'shandalarda. Yordam! Nima gigantskiy qishloq gapirdim. Hozir o'shani o'ziga o'xshar ekan. Oddiy qishloq ovozi emas, lekin bu nima bo'pti? O'rtog'im chaqiraman, sam eskalator ibn olishga. Voy, nam chiqotdi. Yordam beringlar, menga yordam ber. Menga qarashini, ey qishloqlar, bilmaysizlarmi? O'zi bo'pti, mer qani bo'pti. Kapot qanaqadir bir yiqilib tushdi, shaq bilmadimki, mer bilan bu yana qochib ketdim, yiqilib tushdi. Qani mer bo'lmasa, mer qani? Bir meni qazogadan keyin ko'rsaman qattanligini. Bo'pti, bo'lmasam tezroq sani qazi. To'xta, qanaqa qilib o'tga tushib qolding o'zi sen? Meni qazigan o'zi qani meni o'rtoqlarim? Qanaqa o'rtoqlaring bilmadim, qanaqa o'rtoqlar? Mana hozir ezom, ayni qanaqa o'rtoqlik, qanaqa o'rtoqlik yo'q o'zanda. Qanchadan beri yotibsan o'zi bo'pti. Birinchi marta ko'rishmaysan. Qochib tur, hozir men qazib olayman, mendan chiqib qolasan. Davay chiqib olasanmi? Davay. Yo'q, chiqa olmas ekan.
qilaman. Bo'ldi yana qaziman san qochib turgan aytga kichkiningni izlab qo'yib qo'yaman. Bir ikkita blok yana qazagan. Ha xo'p mana qazoman davay endi chiqa olasanmi? Hozir davay bo'laqa davay chiq endi. Davay bo'ldi ana chiqdim deyarli oppa. Nima nominchi kattasan? Voy bo'ldi mana bosolmagan bo'ldi qanaqa qilib o'zi bu yoqqa kelib qolding san? Bilmadim qanaqa qilib keldim. O'rtalarim qanimadi. O'rtalaring bilmayman qanaqa o'rtalaring bor sani o'zi. Topishib yuborgan o'rtalarim iltimos. Men bir qanchadan beri yotibman. 200 yil adashmasam, yo'q 250 yildan beri yotibman bu yerda. Nima 250 yildan beri qanaqa bu yoqqa chiqib qolding o'zi? O'rtalarim bilan aylanardik, sarguzashtlarardik. Keyin qanaqadir qilib o'tga yiqilib tushdim bu qishloqga. Bilmadim, keyin chuqurga yiqilib tushdim. Kimdir nima bo'lganini bilmadim, keyin uxlab qoldim. Nima 250 yil oldin qanaqa qilib to'xta o'zi bu qishloqda emas 8 yil oldin kelgan. Mana o'zi bu qishloq 10 yil oldin yaratilgan. Qanaqa bu qishloq bo'lmasa men qochib qo'yansan. Bilmadim. Menga iltimos topishib yuborgan mukofot beraman sanga o'rtalarimni. Ozgincha yo'l bo'lsa ham ishlaysanmi? Qishlog'inggacha gigantik qishloqda yashasang keraksan. Gigantik qishloqda yashayman. Esimda bor ozgincha yo'l. U yoqdagi ko'rsatmasan topib olamiz. Gigantik qishloqda. Bo'pti, juda ham zo'r bo'lmasam seni o'rtalaringni topishga yordam beraman. Juda ham zo'r bo'lardi. Iltimos yordam bergin menga. Bo'pti. Voy, namuncha kattasan. Mana gigantik qishloqni qaranglar, qishloqni. Mana qaranglar uyim yonida kattaligini. Mana shu uyda yashayman men. Voy, namuncha kichkina narsa bu. Endi senga kichkina gigantik qishloq menga katta bo'lsa kerak endi. Tomon bunaqa magina, tomon o'zi yaqinda tuzatdim, ta'minladim. Uzr, boshqa qilmayman. Bo'pti, bo'lmasam hozir keling narsalar olib chiqayman, keyin qishlog'ingga ham boraveramiz. Gigantik qishloq ozgincha o'ylasang, u yog'ini topib olamiz. Do'stlar, mana shaxtani hozir qazotgan gigantik qishloq ko'rib qoldim. Hozir keling narsa olamiz, tapor olamiz, kirka olamiz, boshimga birini olaman. Agar bosilsa, lekin bu yordam berarmikin, boshiga birini olma olamiz, qilich kerak bo'lib qolsa, balkim kirka, qilich, olma bo'ldi, ketdi bo'lmasam. Davay ketdi, oyoqqa borish kerak, o'rmonga. Bo'pti, ketingdan yuraman. Ketingdan yuraman, davay ketdim. Qattiq yurimizni charchab ketdim. Qanaqadir bloklarda yonib yurimiz do'stlarni. Qanaqa bloklar? Tepaga qaram. Nima tepada nima ekan? Nima korobkami? Qanaqa korobka? Bu meni uyim-ku. Nima sani uyingmi shu rostdan ham gigantik eshikni qaranglar. Voy, mam uyga qaranglar kattaligi, namuncha katta bu. Davay, kirib bo'lmasam bu yoqqa. Mana bitta kichkina eshik bor ekan, kichkina odamlarga juda ham zo'r atlayapti, menga qilib qo'yishganga o'xshaydi. Nima namuncha chiroyli bu. Oshxonam endi bu. Xolodilnik. Senga ham beraymi ovqat? O'sha bo'ldi deganimga. Meni ham 4 soat bo'lib qoldi deganimga, 4 soatdan beri yuribmiz. Davay berichi ovqat, bitta ko'rga ovqat yana. Mana ol. Nima? Namuncha katta go'sht bu. Voy, qancha yeyman? Mana 1 yil yeymanmi? Ichadi-yu chumoliga bitta kolbasa bersang 1 yil yeydi deb xuddi o'shanga o'xshar ekan. O'zingizlar narsami o'zi yesa bo'ladimi? Voy, albatta yesa bo'ladi. Bo'lmasa, mameta izni bor ekan, atletanga chiqishga qani chiqib ko'rlaychi, bo'lmasa stol ustida yeymiz. O'zi ko'rib chiqinglarchi, do'stlar, juda ham zo'r bo'ldi, lekin men gigantik qishloqqa ham yordam beryapman. Sizlarga ham video olman, qiziq video. O'shaning uchun like bosib, obuna bo'lsangiz chiqmasin, tezroq mingta bo'lishim kerak. Ana bo'ldi. Davay, kutavizorda bo'lsan, ezib ketdim. Davay, tezroq bor. Ovqat qornim ochib ketdi. Bo'pti, sen yevorgin qaragan ovqat bilan bilaman. Nima tashadingni? Olmaga tur xohlasan. Voy, olman o'zimda ham olma bor. Nima menda zo'r narsalar bor ekan, menda tort bor ekan.
Wow, juda ham yoqib ketyapti, lekin sani oshxonang juda ham yoqib ketdi, lekin menga yoqyapti. Juda ham zo'r qilingan ekan. Manikidan даже bizani qishadi. O, yaxshi bo'ldi, tirik qoldim. Ha, sanda yana boshqa xonalar bormi? Bu oshxonadan tashqari o'zi bordir endi. Ha, bo'lish kerak. Bo'lmasam yur yoqqa, qancha borish kerak o'zi yoqqa? Ha, ko'p yurish kerak, lekin ko'p yurish kerak. Xolasa yuraveramiz. Bo'pti, bo'lmasam, mana keyingi xonaga ham yetib keldik. Wow, do'stlar, rostdan ham ko'p yurdik. 40 daqiqacha yurdik jetim. Juda ham zo'r xona ekan bu ham. Qani nimalar bor ekan bu yerda? O'sha o'yin esimdan chiqib ketibdi. Ko'rib chiqsam bo'ladi o'yinni. Ha, hozir ko'rib chiqaman. Wow, do'stlar, mana bu yerda narsalar bor ekan, divanlar bor ekan. Zo'r xona ekan, lekin bu yerda mazza qilib dam oladigan xona ekan-da. Xullas, bu yerda nima, momentda pul bolakanchilikda bosladimi? Yo'q, juda ham yengil mana bosilishiga hali bu pultda. Xo'p, yana nimalar bor ekan bu yerda? Qani ko'rib chiqaylik-chi. Ha, juda ham kichkinasan-da, pultga bosilmaydi. Endi bo'ldi. Qani ko'rib-chi, bu yerda ham sizlar bor ekan. Nima bu? Nima kofemi bu? Ha, kofe ichiga chiqib ketmaga yana sen bilan ichavermay. Bo'pti, bo'lmasam kichkina odam uzr va o'rtoqlarimi qidirishim kerak endi. Seni keyinroq chaqiraman, xo'pmi? Bo'ldi, keyinroq. Endi men uyingga borishim kerak. Keyingi safar taksida kelaman. Bo'pti, rahmat. Keyingi safar chaqiraman, o'rtoqlarimi qidirib olay. Bo'pti. Seni ham shundan beri o'rtoqlarini ko'rmaganim bo'ldi do'stlar. Bugun gigantskiy qishloq bilan gigantskiy qishloqga bordik. Juda ham zo'r bo'ldi. Menga yoqdi. Sizlarga ham yoqdi degan umiddaman. Amni qaranglar. Namuncha katta bu like bosishda buni sizdan chiqmasin. Hammaga oxirigacha ko'rgancha rahmat.